Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ujal beline va Mobiuz operatorlarida pensionerlar uchun mobil tariflar, imtiyozlar, chegirmalar va eng ko'p uchraydigan xatolar. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasi, buyisi, bobosi yoki nafaqadagi yaqinlar telefon ishlatadigan har bir inson uchun muhim. Chunki noto'g'ri tarif tanlansa, odam oyiga 10 ming so'm emas, 30 ming, 50 ming, ba'zan undan ham ko'p pulni bekorga yo'qotishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin aniq raqamlar va hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar telefonni faqat qo'ng'iroq qilish uchun ishlatardi. Masalan, farzandiga qo'ng'iroq qiladi, shifokor bilan gaplashadi, mahalla raisiga telefon qiladi, ba'zan qo'shnisi bilan maslahatlashadi. Internet, Telegram, YouTube yoki video qo'ng'iroq ko'pchilik uchun ikkinchi darajali narsa edi. Shuning uchun eski tariflarda asosiy e'tibor daqiqalarga qaratilgan. Operator ichida arzon qo'ng'iroq, boshqa operatorlarga ma'lum miqdorda daqiqa. SMS esa kam ishlatilgan. Hozir vaziyat o'zgardi. Bugun pensionerlarning katta qismi Telegram ishlatadi. Farzandlari chet elda bo'lsa video qo'ng'iroq qiladi. Shifokor qabuliga yozilish uchun internet kerak bo'ladi. Bank kartasidagi pensiyani tekshirish uchun ilova kerak bo'ladi. Kommunal to'lovlarni ko'rish uchun SMS yoki internet kerak bo'ladi. Demak, telefon endi faqat qo'ng'iroq vositasi emas, kundalik hayotdagi muhim yordamchiga aylandi. Ana shu o'zgarish sababli tarif tanlash ham murakkablashdi. Men ko'p kuzatgan holat shuki, pensioner odam o'ziga mos tarifni emas, tasodifan ulangan tarifni ishlatib yuradi. Masalan, SIM karta bir necha yil oldin olingan. Tarif allaqachon eskirgan, abonent to'lovi qimmatlashgan. İnternet paketi kam, lekin odam buni bilmaydi. Har oy balansdan pul yechiladi. Keyin nega pulim tez tugayapti degan savol paydo bo'ladi. Aslida muammo telefonning o'zida emas. Ko'pincha tarif noto'g'ri tanlanganida bo'ladi. Oldingi yillarda pensionerlar uchun tarif deganda ko'pchilik faqat bitta narsani tushunardi. Arzon qo'ng'iroq. Masalan, operator ichida gaplashish arzon bo'lsa, shu yetarli deb qaralardi. Chunki oila a'zolarining hammasi bir xil operator ishlatsa, masalan hammasi Ujel yoki hammasi Belin bo'lsa, pensioner uchun bu qulay edi. U faqat farzandlariga qo'ng'iroq qilardi. Internet esa umuman kerak emas edi. Hozir esa Ujel, Belin va Mobiuz kabi operatorlarda tariflar ko'proq paket shaklida bo'ladi. Ya'ni siz har oy ma'lum abonent to'lovi to'laysiz. Evaziga daqiqa, megabayt yoki gigabayt internet, SMS. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida imkoniyat olasiz. Bu yaxshi tomoni ham bor. Agar to'g'ri tanlansa, xarajat oldindan aniq bo'ladi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar odam paket ichidagi internetni ishlatmasa, u pulni bekorga to'laydi. Agar internet yetmasa, qo'shimcha xarajat boshlanadi. Yana bir muhim o'zgarish, operatorlar vaqti-vaqti bilan tarif shartlarini yangilaydi. Bugun mavjud bo'lgan tarif ertaga arxivga o'tishi mumkin. Yangi ulanish yopilishi mumkin, abonent to'lovi o'zgarishi mumkin yoki qo'shimcha xizmatlar avtomatik ulanishi mumkin. Shuning uchun men doim shuni aytaman, tarifni bir marta tanlab 5 yil unutib qo'yish to'g'ri emas. Ayniqsa pensionerlar uchun har 3 yoki 6 oyda bir marta tarif va pulli xizmatlarni tekshirish kerak. Birinchi navbatda pensionerlar uchun eng yaxshi tarif qaysi degan savolga hamma uchun bitta javob yo'q. Chunki har bir odamning foydalanish odati boshqa. Bir pensioner kuniga 2-3 marta qo'ng'iroq qiladi va internet ishlatmaydi. Ikkinchi, Telegramda nevaralari bilan yozishadi, rasmlar ko'radi, ovozli xabar yuboradi. Uchinchisi, YouTube ko'radi, video qo'ng'iroq qiladi, bank ilovasidan foydalanadi. Bu 3 odamga bir xil tarif tavsiya qilish xato bo'ladi. Men odatda pensionerlar uchun tarif tanlashda 3 ta savol beraman. Birinchisi, siz oyiga taxminan nechta qo'ng'iroq qilasiz va ular qaysi operatorlarga? Ikkinchisi, internetdan foydalanasizmi? Agar foydalansangiz nimalar uchun? Uchinchisi, telefoningiz oddiy tugmali telefonmi yoki smartfonmi? Mana shu 3 savol tarif tanlashning asosiy kalitidir. Masalan, birinchi holatni olaylik. Nafaqada ota yoki ona oddiy tugmali telefon ishlatadi. U asosan farzandlariga qo'ng'iroq qiladi. Internet umuman kerak emas, SMS ham kam. Bunday odamga katta internet paketi tarif shart emas. Agar u oyiga 1 ming so'mlik tarifga ulangan bo'lsa, ichida im yoki 25 gigabit internet bo'lsa-yu, u internetdan foydalanmasa, bu pulning katta qismi bekorga ketadi. Bunday holatda operator ichidagi qo'ng'iroqlar arzon bo'lgan yoki minimal abonent to'lovli tariflarni ko'rish kerak. Ikkinchi holat, pensioner smartfon ishlatadi,
Telegramdan foydalanadi, lekin YouTube ko'rmaydi. Masalan, har kuni farzandlari bilan yozishadi, 2-3 ta rasm yuboradi, ovozli xabar eshitadi. Bunda juda katta internet kerak emas. Odatda bunday foydalanish uchun o'yiga bir necha gigabayt internet yetishi mumkin. Lekin muammo shundaki, telefon fon rejimida internet ishlatadi. WhatsApp, Telegram, ob-havo yangiliklar, bank ilovasi, Google xizmatlari yangilanadi. Shuning uchun men internet ishlatmayman degan odamning telefonida ham internet ketishi mumkin. Agar tarifda internet juda kam bo'lsa, qo'shimcha megabaytlar qimmatga tushadi. Uchinchi holat, pensioner YouTube ko'radi yoki video qo'ng'iroq qiladi. Bu yerda internet sarfi ancha ko'p bo'ladi. Masalan, YouTube'da 1 soat video ko'rish sifatiga qarab taxminan 500 megabaytdan bir necha gigabaytgacha internet ishlatish mumkin. Video qo'ng'iroq ham internetni tez sarflaydi. Agar odam har kuni 30 daqiqa video qo'ng'iroq qilsa, oy davomida internet paketi tez tugashi tabiiy. Bunday foydalanuvchiga faqat arzon abonent to'lovi emas, yetarli internet hajmi ham muhim. Endi 3 ta operator haqida umumiy yondashuvni aytaman. Men bu yerda aniq bir tarif nomini abadiy eng yaxshi deb aytmayman. Chunki tariflar o'zgarib turadi. Bugun bor shart ertaga o'zgarishi mumkin, lekin tanlash mantig'i o'zgarmaydi. O'jal foydalanuvchilari uchun birinchi tekshiradigan narsa, hozirgi tarifingizda abonent to'lovi qancha, ichida nechta daqiqa va qancha internet bor, operator ichida qo'ng'iroq qanday hisoblanadi. Agar oilangizdagi ko'pchilik o'jal ishlatsa, operator ichidagi daqiqalar foydali bo'lishi mumkin. Lekin agar farzandlaringiz Belini yoki Mobius ishlatsa, faqat o'jal ichidagi qulaylik yetarli bo'lmaydi. Bunda boshqa operatorlarga daqiqa ham kerak bo'ladi. Belini foydalanuvchilar uchun ham xuddi shunday. Belinida ko'p hollarda paketli tariflar keng tarqalgan. Agar pensioner odam Belini raqamida uzoq yillardan beri yurib, eski tarifda qolgan bo'lsa, yangi tariflar bilan solishtirib ko'rish kerak. Ba'zan eski tarif qulay bo'lishi mumkin, lekin ba'zan u hozirgi ehtiyojga umuman mos kelmaydi. Masalan, odamda smartfon bor, internet ishlatadi. Lekin tarifda internet kam. Natijada asosiy abonent to'lov ustiga qo'shimcha internet paketi sotib bo'ladi. Shu paytda umumiy xarajat yangi paketli tarifdan ham qimmatga chiqishi. Mobius foydalanuvchilar uchun ham asosiy masala bir xil. Tarifdagi paketlar haqiqiy foydalanishga mos kelishi kerak. Mobius raqam ishlatadigan pensioner agar ko'proq qo'ng'iroq qilsa, daqiqalar muhim. Agar Telegram va bank ilovalari ishlatsa, internet hajmi muhim. Agar faqat kiruvchi qo'ng'iroqlarni qabul qilsa, katta paketga ehtiyoj yo'q. Eng muhimi, Mobius yoki boshqa operatorda bo'lishidan qat'i nazar. Balansdan nimalar uchun pul yechilayotganini tekshirish kerak. Agar pensioner odam har oy telefoniga pul tashlaydi, lekin pul o'chishda kunda tugab qoladi, bu albatta tekshirilishi kerak bo'lgan holat. Buning sababi tarif emas, pulli xizmat bo'lishi ham mumkin. Masalan, musiqali gudok, ob-havo xabari, yangiliklar o'yin servisi, keraksiz SMS obuna yoki kontent xizmati ulangan bo'lishi mumkin. Odam o'zi bilmasdan biror tugmani bosgan. Reklamadagi havolaga kirgan yoki eski vaqtda ulangan xizmat qolib ketgan bo'lishi mumkin. Agar har oy abonent to'lovi yechilgandan keyin oy oxirigacha aloqa yetib tursa, internet tugamasa, qo'shimcha pul tashlashga ehtiyoj bo'lmasa, unda katta xavotir yo'q. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki ehtimol siz shu xizmatni arzonroq tarifda ham olishingiz mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam oyiga 20 ming so'm to'laydi. Aslida unga 25-30 ming so'mlik tarif yetarli bo'ladi. Bir qarashda farq katta emasdek, lekin yiliga 20 ming so'mdan tejasa ham 2,4 ming so'm bo'ladi. 300 ming so'mdan tejasa 360 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu sezilarli pul. Agar pensioner smartfon ishlatsa va internet tez tugasa, xavotir olish kerak. Chunki telefon fon rejimida yangilanishlarni yuklab olayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, Play Market avtomatik yangilanishi yo'qilgan bo'lsa, bir necha ilova yangilanishi 500 megabayt yoki 1 gigabayt internetni olib qo'yadi. Telegramda videolar avtomatik yuklansa, guruhlardan kelgan fayllar internetni yeb qo'yadi. YouTube sifati yuqori tursa, bir necha video bilan paket tugaydi. Bu tarif muammosi emas, sozlama muammosi ham bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Toshkentda yashaydigan olim taksi yoshli otaxon oddiy telefon ishlatadi. U har kuni 2 farzandiga qo'ng'iroq qiladi. Ba'zan poliklinikaga telefon qiladi. Internet kerak emas. Lekin u smartfon uchun mo'ljallangan paketi tarifda yuribdi. Oyiga 65 ming so'm to'laydi. Ichida internet bor. U internetni ishlatmaydi. Bu vaziyatda asosiy ehtiyoj qo'ng'iroq bo'lgani uchun
unga internetda katta tarif shart emas. U operator ofisiga borib yoki ilova orqali tariflarni solishtirsa, oyga kamroq to'lovli variant topishi mumkin. Natijada har oy 15-20 ming so'm tejash ehtimoli bor. Ikkinchi misol 33 yoshli ayol smartfon ishlatadi. Telegramda nevaralari bilan gaplashadi. Rasmlar ko'radi, lekin video ko'rmaydi. U oyga 20 ming so'mlik minimal tarifga ulangan, lekin internetda igiga atrofida oy o'rtasiga kelib internet tugaydi. Keyin har safar qo'shimcha paket sotib oladi. Oy oxirida umumiy xarajat 5 ming so'mga yetadi. Bu holatda arzon tarif aslida qimmatga tushyapti. Unga interneti ko'proq bo'lgan. Lekin umumiy narx barqaror tarif foydaliroq bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, farzandi Rossiyada yoki Koreyada ishlayotgan ona har kuni video qo'ng'iroq qiladi. U telefonimda internet bor-ku deb o'ylaydi, lekin 3-4 kunda paket tugaydi. Sababi video qo'ng'iroq juda ko'p internet sarflaydi. Bunday vaziyatda yoki uyda Wi-Fi ishlatish kerak, yoki mobil tarifda internet hajmi yetarli bo'lishi kerak. Aks holda har hafta qo'shimcha internet olishga to'g'ri keladi va xarajat nazoratdan chiqadi. 4-misol, pensioner odam pensiya kartasidagi pulni tekshirish uchun bank ilovasini ochadi. Telefonda mobil internet yo'qilgan, lekin tarifda internet paketi yo'q yoki tugagan. Natijada har bir megabayt alohida tarif bo'yicha qimmat hisoblanadi. Odam men faqat bankni tekshirdim deydi, lekin balansdan pul yechilgan bo'ladi. Shuning uchun internet paketi bor yo'qligini bilmasdan mobil internetni yo'qib ishlatish xavfli. Eng birinchi nozik jihat, pensionerlar uchun degan nom har doim ham eng arzon degani emas. Ba'zan maxsus nomlangan tarif sharoiti odamga mos kelmasligi mumkin. Masalan, unda daqiqalar ko'p, lekin internet kam, yoki internet yetarli, lekin boshqa operatorlarga qo'ng'iroq qimmat. Shuning uchun nomiga emas, raqamlariga qarash kerak. Abonent to'lovi, daqiqalar, internet, SMS, qo'shimcha xizmatlar, paket tugagandan keyingi narx. Ikkinchi nozik jihat, abonent to'lovi qachon yechilishini bilish kerak. Ba'zi tariflarda to'lov oy boshida yoki o'tim kunda bir marta yechiladi. Agar balansda yetarli pul bo'lmasa, tarif to'liq ishlamasligi, paketlar berilmasligi yoki kunlik hisob-kitob boshlanishi mumkin. Pensioner odam balansga o'z-o'zidan pul tashlab yursa, tarif shartlari buzilishi mumkin. Shuning uchun abonent to'lovi qachon yechilishini bilib, o'sha sanadan oldin yetarli mablag' bo'lishini ta'minlash kerak. 3-nozik jihat. Reklamadagi cheksiz so'ziga ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pincha cheksiz deganda ham ma'lum shartlar bo'ladi. Masalan, faqat ma'lum ilovalar uchun faqat tarmoq ichida, faqat ma'lum tezlikda yoki asosiy paket tugamaguncha amal qilishi mumkin. Shartlarni o'qimasdan cheksiz ekan deb ulanish keyin tushunmovchilikka olib keladi. 4-nozik jihat, SIM karta kimning nomida ekanini tekshirish kerak. Ko'p pensionerlarning raqami farzandi, qarindoshi yoki eski tanishining nomida bo'lishi mumkin. Bunday holatda tarifni almashtirish, SIM kartani tiklash, xizmatlarni o'chirish muammoni hal qilish qiyinlashadi. Ayniqsa telefon yo'qolsa yoki SIM karta ishlamay qolsa, hujjat bo'yicha egasi kerak bo'ladi. Shuning uchun raqamni imkon qadar haqiqiy foydalanuvchi nomiga rasmiylashtirish maqsadga muvofiq. 5-nozik jihat, pul obunalar. Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Odam bilmasdan biror xizmatga ulanadi. Keyin har kuni 300 so'm, 500 so'm, 1000 so'm yoki undan ko'proq pul yechilib turadi. Bir kunda kichik ko'rinadi, lekin oyga 5 ming yoki 30 ming so'm bo'lib qoladi. Pensioner odam esa buni tarif qimmatlashdi deb o'ylaydi. Aslida pulli kontent xizmati ulangan bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, roaming. Agar pensioner chet elga borsa yoki chegaraga yaqin hududda yashasa, telefon boshqa davlat operatoriga ulanib qolishi mumkin. Roamingda qo'ng'iroq va internet juda qimmat bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elga chiqishdan oldin operator bilan roaming shartlarini aniqlash, kerak bo'lmasa mobil internetni o'chirib qo'yish zarur. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hozirgi tarifingiz nomini aniqlang. Buni operator ilovasi orqali, shaxsiy kabinet orqali, USSD kodlar orqali yoki operator kol markaziga qo'ng'iroq qilib bilish mumkin. Agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingizdan yoki ishonchli odamdan yordam so'rang. Lekin shunchaki tarifim yaxshi bo'lsa kerak deb yuravermang. Ikkinchi qadam, oxirgi bir oyda qancha pul sarflaganingizni tekshiring. Faqat qancha pul tashlaganingizni emas, nimalarga yechilganini ko'rish kerak. Abonent to'lovi qancha? Qo'shimcha internet olinganmi? Pulli xizmat bormi? SMS, obuna bormi? Paketdan tashqari qo'ng'iroq bo'lganmi? Shularni aniqlang.
Operator ilovasida xarajatlar tarixi bo'lsa, o'sha yerdan ko'ring. Ofisga borib batafsil ma'lumot so'rang. 3-qadam oila a'zolaringiz qaysi operator ishlatishini yozib chiqing. Masalan, o'g'lingiz Ujel, qizingiz Belini, nevarangiz Mobius ishlatadi. Agar siz asosan bitta operatorga qo'ng'iroq qilsangiz, o'sha yo'nalishdagi daqiqalar muhim. Agar turli operatorlarga qo'ng'iroq qilsangiz, faqat tarmoq ichidagi imtiyoz yetarli bo'lmaydi. Bunda barcha yo'nalishlarga daqiqa beradigan tarif foydaliroq bo'lishi mumkin. 4-qadam internet ehtiyojini baholang. Agar tugmali telefon bo'lsa, internet shart emas. Agar smartfon bo'lsa, Telegram, WhatsApp, bank ilovasi. Video qo'ng'iroq, YouTube bor yo'qligini aniqlang. Agar faqat xabar almashish bo'lsa, o'rtacha internet yetishi mumkin. Agar video ko'p bo'lsa, katta paket yoki Wi-Fi kerak bo'ladi. Men pensionerlar uchun eng muhim narsani shunday tushuntiraman. Internet ishlatilmasa, katta internetli tarif ortiqcha. Internet ishlatilsa, juda kichik internetli tarif xavfli. 5-qadam pulli xizmatlarni o'chiring. Operator ilovasida xizmatlar, obunalar, kontent xizmatlar degan bo'limlarni tekshiring. Tushunarsiz, kerak bo'lmagan har kuni pul yechadigan xizmatlar bo'lsa, o'chiring. Agar ilovadan topa olmasangiz, operator ofisiga boring va mening raqamimdagi barcha pulli obunalar va kontent xizmatlarni tekshirib, keraksizlarni o'chirib bering deb aniq ayting. 6-qadam, operator ofisiga borganda hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar siz pensionerlar uchun maxsus imtiyoz yoki yoshga bog'liq tarif haqida so'ramoqchi bo'lsangiz, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi hujjat ham foydali bo'lishi mumkin. Har bir operatorning talabi farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin kal markazga qo'ng'iroq qilib, pensionerlar uchun qanday tarif yoki imtiyoz bor, ulanish uchun qanday hujjat kerak deb so'rang. 7-qadam, ofisda umumiy gapirmang, aniq savol bering. Masalan, menga eng arzon tarifni ulang demang. Buning o'rniga shunday deng: men oyiga taxminan 1 daqiqa gaplashaman, Telegram ishlataman, YouTube ko'rmayman, internetim oy oxirigacha yetsin, keraksiz pulli xizmatlar bo'lmasin. Shunga mos tarifni solishtirib bering. Ana shunda xodimam sizga aniqroq variant ko'rsatadi. 8-qadam, tarifni almashtirishdan oldin shartlarni yozib oling. Abonent to'lovi qancha, necha kunda yechiladi, nechta daqiqa bor. Internet qancha, paket tugasa narx qanday bo'ladi? Tarifni almashtirish pulmi yoki bepulmi? Eski tarifga qaytish mumkinmi? Shularni so'rang. Bu savollar oddiy ko'rinsa ham, keyinchalik ko'p muammoning oldini oladi. 9-qadam. Smartfon sozlamalarini tekshiring. Telegramda media fayllarni avtomatik yuklashni cheklang. YouTube sifatini juda yuqori qilib qo'ymang. Play Market yoki App Store'da avtomatik yangilanishni faqat Wi-Fi orqali qilib qo'ying. Telefon fon rejimida internet ishlatadigan ilovalarni kamaytiring. Bu ishlar tarifni almashtirmasdan ham xarajatni kamaytirishi mumkin. 10-qadam, har oy bir marta balans va paket qoldig'ini tekshirishni odat qiling. Pensioner odamning o'zi qila olmasa, farzandlari yordam bersin. Bu juda katta ish emas, 5 daqiqa vaqt oladi. Lekin shu 5 daqiqa oyga 10 minglab so'mni tejashi mumkin. Ayniqsa ota-onangiz yoki buvinggiz, bobongiz telefon ishlatsa. Ularning raqamida pulli xizmat yo'qligini tekshirib bering. Men operator tanlashda faqat narxga qarashni tavsiya qilmayman. Birinchi mezon, siz yashaydigan joyda aloqa sifati. Agar qishloqda yoki chekka hududda bir operator yaxshi tutsa, boshqasi yomon tutsa, arzon tarif foyda bermaydi. Pensioner uchun aloqa ishonchli bo'lishi kerak. Tez yordam chaqirish, farzandiga qo'ng'iroq qilish, shifokor bilan gaplashish kerak bo'lganda telefon ishlashi shart. 2-mezon. Oila va yaqinlar qaysi operator ishlatadi? Agar pensioner asosan bir operator ichida gaplashsa, shu yo'nalishdagi qulaylik muhim. Lekin bugun ko'pchilik turli operatorlarda. Shuning uchun barcha tarmoqlarga daqiqa beradigan tariflar ko'pincha qulayroq bo'ladi. 3-mezon, tarifni boshqarish osonligi. Operator ilovasi tushunarli bo'lsa, paket qoldig'i ko'rinsa, xizmatlar oson o'chirilsa, bu katta qulaylik. Lekin pensioner ilova ishlata olmasa, JAL markaz yoki ofis xizmati ham muhim. 4-mezon, yashirin xarajatlar. Tarif arzon bo'lishi mumkin. Lekin paket tugagandan keyingi narx qimmat bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa internet tugagandan keyin avtomatik pulli paket ulanadimi yoki megabayt bo'yicha pul yechiladimi? Buni bilish kerak. Demak, 3 yil Belin va Mobius'da pensionerlar uchun tarif tanlashda eng muhim qoida bitta. Tarif nomiga emas, haqiqiy ehtiyojga qarash kerak. Kimdir uchun arzon qo'ng'iroqli tarif yaxshi,
kimdir uchun internetga yetarli tarif kerak. Kimdir uchun esa pulli xizmatlarni o'chirib qo'yishning o'zi katta tejash beradi. Eng xavfli holat odam o'z tarifini bilmaydi. Balansdan nima uchun pul yechilayotganini tekshirmaydi va har oy ortiqcha xarajat qiladi. Men sizga tavsiya qiladigan eng amaliy ish bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning telefonda tarif nomini, abonent to'lovini, internet qoldig'ini va pulli xizmatlarni tekshiring. Agar tushunarsiz xizmatlar bo'lsa o'chiring. Agar tarif ehtiyojga mos kelmasa, operator ofisiga boring yoki kol markaziga qo'ng'iroq qilib shartlarni solishtiring. Pasport yoki ID karta kerak bo'lsa, pensiya hujjatini tayyorlab qo'ying va aniq savollar bering. Siz qaysi operator ishlatasiz? Uzel, Belin yoki Mobius? Pensionerlar uchun tariflar sizningcha haqiqatan ham qulaymi yoki hali ham ko'p chalkash joylari bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilik pensionerlarning pulini tejashga yordam berishi mumkin.